Kriptovalyuta bilan O'zbekistonda qonuniy shug'ullanish uchun nimalar qilish kerak? Ogoh bo'ling, agarda siz qonunchilikni buzib, ya'ni noqonuniy tarzda kriptovalyuta bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, jinoiy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Demak, ushbu qonun talabini sizga tushuntirib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi direktorining buyrug'i bor va ushbu buyruq bilan tasdiqlangan nizom bor. Ya'ni kripto aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlar faoliyatini litsenziyalash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida. Demak, mana shu Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan. Demak, siz kriptovalyuta bilan shug'ullanishingiz uchun albatta O'zbekistonda litsenziya olishingiz kerak bo'ladi. Bunday litsenziya O'zbekistondan ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxslarga beriladi. Demak, siz O'zbekistonda yuridik shaxs tashkil qilib, undan so'ng litsenziyaga ariza berishingizga to'g'ri keladi. Demak, litsenziyalarni kim beradi? O'zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi tomonidan beriladi. Litsenziyaga qo'yiladigan talablar bor. Aytaylik, misol uchun siz kripto aktivlar, kriptovalyuta bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, mining bilan shug'ullana olmaysiz. Demak, alohida litsenziya olish talabi qo'yilyapti. Demak, bu nimalarga tatbiq qilinadi? Ya'ni alohida olish kripto birja, mining pool, kripto depozitariy va kripto do'kon. Demak, mana shu faoliyat bilan shug'ullanishingiz uchun siz alohida litsenziya olishingiz talab etilmoqda. Litsenziya cheklanmagan muddatga beriladi. Demak, va ushbu litsenziyani boshqa yuridik shaxsga o'tkazishingiz mumkin emas. Agarda sizning yuridik shaxsingiz manzili o'zgaradimi, nomi o'zgaradimi, o'zgargan bo'lsa, demak, siz qayta yana milliy shu agentlikka murojaat qilishingiz bo'ladi. Demak, mana shu ma'lumotlarni o'zgarganligi to'g'risida xabar berishingiz to'g'ri keladi. Eng e'tiborli jihati shundaki, litsenziya olayotganga bir qancha talablar qo'yilyapti. Ya'ni, agarda siz kriptovalyuta bilan kripto aktivlar bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, sizda faoliyat yuritayotgan mijozlar deymizmi, ma'lumotlarmi deymizmi, shuni 5 yil muddatga saqlash majburiyatingiz bo'ladi va siz mana shu kripto aktivlar bilan shug'ullanish faoliyatingizga oid ma'lumotlarni tegishli organ so'raganda, siz albatta bepul taqdim etish majburiyatingiz yuklanyapti. Quyidagi holatlarda kripto birjalarga qo'yilgan qo'shimcha litsenziya talablari mavjud. Agarda siz yuridik shaxs tashkil qilmoqchi bo'lsangiz, demak 5000 baravari, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 5000 baravari miqdorida siz ustav fondi shakllantirishingiz kerak. Bugungi kunda bu taxminan 2 milliard so'mdan oshadi. Shuningdek, ushbu miqdorning 3000 baravari albatta O'zbekistondagi tijorat banklarida alohida hisob varaqlarda zaxiraga qo'yilishi belgilab qo'yilyapti. Litsenziyani amal qilishi qanday holatlarda to'xtatib turiladi? Faoliyatingiz davomida litsenziyangiz to'xtatib qo'yilishi mumkin. Ya'ni, litsenziya beruvchi tomonidan ko'pi bilan 10 kunga litsenziyangiz to'xtatib qo'yilishi mumkin. Shuningdek, agar 10 kundan ortiq to'xtatish kerak bo'lsa, albatta sud qarori kerak. Ya'ni bu 10 kundan 6 oygacha muddatda albatta sizni sudga berish kerak va sud qarori asosida sizning litsenziyangiz to'xtatib qo'yilishi mumkinligi ushbu nizomda belgilab qo'yilyapti. Shuningdek, litsenziyani bekor qilish tartibi haqida ham bir qancha normalar mavjud. Agarda sizga kriptovalyuta bilan shug'ullanish bo'yicha advokat xizmati kerak bo'lsa, ya'ni siz faoliyatingizni O'zbekistonda qonuniy amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin va biz sizga yaqindan qonuniy yordam berishga doim tayyormiz. Mana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.